Assalamu alaykum tordaşlar. Yaxşımısızlar? Yaqindan beri, mush necha kundan beri ko'rib turibsizlar, Qozog'iston vaziyatida zo'r o'zgarish bo'ldi. Demokratiyaga texmi ilgirlagan bir qadamlarni bosdi deb o'ylayman. Buning natijasi texmi bo'ladi deb o'ylayman. Anarki bu o't butun yerlarga tutishidi. O'rta Osiyo vaziyatida cho'ng o'zgarishlar yuz berdiganiga qarab turib hammamiz shohid bo'lishimiz mumkin. Buni azroq eslatib o'tay. Qozog'istondagi jiq onalar, yosh bolalar Xitoy konsulining oldida o'zining tuqqanlariga ega chiqdi. Ularniki mustaqil tuprog'i bor. Shuning uchun Xitoy konsulining oldiga berib, urug' tuqqanlarini so'rasa, urug' tuqqanlarininki derekini olsa, ularga to'g'ri keladi. Bizga to'g'ri kelmaydi. Ular kuchidi. Masalan, Baybolat, Serik Azbay qatarlıq balalar, nait qahraman analar birleşip qeyrindaşlarına ega chiqdi. Bu jarayonda analarning tishlari sunib ketdi, zo'r badal to'ladi. Kechalari oilasidan elib chiqib ketildi, turmalarda yotdi degandek. Bularning natijasi ko'rildi. Xalq qo'zg'alib ketdi. Xalq qo'zg'alib ketsa, hokimiyat hech nima emas. Xalq bilan hokimiyat putrab tura oladi. Ko'rib tursizlar, uning natijasini atugin yana mi ko'rsizlar? Sizlar o'ylab beqinglar, bizning boshqalardan nerimiz kam? Qeyrindosh millatlardan nerimiz kam? Mushu men o'tirg'i chiqib so'zlagandan yoqi Qozog'istonning masalasi olsun, qozoqlar bilan Uyg'urni bikaga qozoqlar Uyg'urlarni izlayotgisiz, Xitoyninki bilan, Xitoyninki oxirdagi o'yini bilan. Uyg'urlarninki qozoqlarning tishiga tegadigan temalarning o'tirg'i chiqishi nihoyat g'ayrilik emasdi. Aşı vaqtlarda ayrım qeyrindoshlarimiz bilan birlikda mushuni qanday hal qilamiz, jidalga qanday kirmaymiz, bu fikr g'ayri fikr iqimlari bizga vakillik qilmaydi deb turib shunchalik tirishchilikni ko'rsatgandik. Hozir qadar qeyrindoshlar millatlar bilan biz uyultashdek birga mang'alaymiz degan niyat maqsadlarda bir-birimizni qo'llab kelyapmiz. G'ayri fikrlar bo'lsa, ularni qozoqlarnikini jimiqtirishga moyir. Biz mi özümüz tarafdagilarni jemiqtirishga moyir bo'lib, hozirgacha birga menib kelyapmiz. Sizlar o'ylab beqinglar, faqat qeyrindosh millatlarning ichida bizninglar zaminimiz Xitoyning qo'lida. Aslida biz zaminning g'amida bo'lishimiz kerakdi. Quruq davoni, uni buni samirtish, uni buni yanchig'ini tomlatishga yordam berish, uning bilan bo'lmaslik kerakdi. O'zimizning shaxsiy mushundaq bir manfaatlarimizni qarib qo'yib turib, to'xta, biz zaminga ega chiqmasak bo'lmaydi-ku deydigan kunlarimizda. Hergizmi, 62 betlik, indigenous avtonomiya, 62 bitim. Şu bitimlarga çapan yapqandek o'tirib chiqqanlarni to'xta, sen unda qilsang bo'lmaydi deydigan kunlarimizda. Undaq bo'lmadi. Biz so'zlab kelyapmiz, qarshilikni bildirib kelyapmiz, o'zni qo'g'dash uchun nimalarni qilyaptini ko'rib turibsizlar. Biz abjashlarninki o nima millat bo'lishi o'zining ishi u. Ular indigenous people olsa o'zining ishi, lekin Uyg'ur indigenous people emas. Biz Xitoyning tarbiyasi ostida biz osonlik millat deganga ko'nib ketgan mundaq bir ideya bilan cho'g'ilgan bolalardik. Maktabda o'ylab beqinglar, osonlik millatlarga nomerda e'tibor berish, osonlik millatlarga ishkini tug'ishga ruxsat qilish deb o'ltagan bizmi shu vaziyatda cho'g'ilgan odamlardik. Lekin bu kechiringlar, chatga chiqdik, azroq o'zim o'ygandik, o'yg'otishga tirishdik. Bu jarayonda mayli qanday qiyinchiliklar bo'lsin, mayli deb keldik. Sababi aşı vatandagi qeyrindoshlar badal to'layotdi. Ularning ovozi bo'lishimiz kerak. Do'stlarmi shu vatanda qolgandi, qeyrindoshmi vatanda qolgandi deb keldik. Vatanning egisi vatanda, vatanning sirtidagilar biz faqat ovoz bo'la olamiz deb keldik. Chunki siyosiy padolik tilash degan vaqtingizda ko'chmalar idorasiga qaysi yuzingiz bilan kirdingiz? Ras aşındaq bir qiyinchiliklarga duch kelganmisiz ba'zilaringiz? Yo'q. Yalğan desang, yüzümge çaplap koyma. Meyli Abdalşitninki aşı eylik bir mi tuqqanları Nuri Mollamlardan tapısılar siyasi panalık tilegen. Siyasi panalık tilaşda qaysi imtiyazlardan mehrum bo'lgansizlar? Sizlarni qandoq chiqadi?
Nima uchun chiqadi? Bütün dünyada eliq Uyghur cemaatinin içindeki kontrolluk üstelge bağlangan eliq iştlar. Anadaki o iştlarınki ma'lum bir nokta kelganda birleşip turup qavaşqa o'tish. Hammasının aramı bozulup ketdi. Uyghur davası konturslarının kontrolluğunlardan çıkıp ketdi. Şunun için olturamayvatsizlar. Aşı indigenous people deganima aşı qalpaqni kaygızish uchun, qabul qildirish uchun kuchayotganlarga qarab yiqinglar. Ne resvalar? Özünün aşı resva yüzü bilen Uygur'un aldığı çıkıp oturup yana mandak dep sındırıp kelatıdı. Qalsang oylap bak, mening ma sözüm xainlarga emas. Mening ma sözüm mushu özününki tuprog'i uchun kuyayotgan, özünün millet uchun kuyayotgan, özünün qarindoshlar uchun o'tib yeniyotgan shu qarindoshlarga qartilgan so'zlar. Akşam saat 10'la vaqtda bana bir yerden birisi pasportunun resim tartib ivetipti. Her qandaq milletim degan chaqda zimin degan vaqtda mushu pasportumdagi ismim bo'yicha ishlatavering Zumrat xonim deb. Rahmat dedim. Yig'lashdik. Acayip bir xil aslimalarni bir-birimizga eslatdik. Lekin Uyg'urda umid borligini men azaldan deb keldim. Xalq o'yg'oq. Xalqning ichidagi haliqi nimaga bağlanıp qalgan, üstəliga bağlanıp qalganlarga demedim, ha? Seskengen qalblarning bir yerga kelishi jiq ushqunlarni bir-birimizga tutashtiryapti. Hozir o'ylab yiqinglar, Qozog'iston vaziyatidagi o'zgarishlar yana qaysi yerlarga tutishi mumkin? Xitoy nimishga o'ltiramay qolyapti? Xitoyning ba'zan shu O'rta Osiyodagi ba'zan şirketlari qanchalik bo'lib ketdi axsham kechicha. O'ylab yiqin qarindoshim. Kona juvular yirtilib tashlandı. Onun uchun biz nima ish qilishimiz kerak? Biz zimin deyishimiz kerakmi yoki uni buni samirtib yana o'ltiramdiq? Mushu bir imzo tashlashga kelgan chaqdimi qadamingizni oyayotsiz, qo'rqyapsiz. U uchurlar hargiz sirtqa chiqatmaydiganiga ishonma. Ularni deb keldi, biz buni hamma tashkilotlar bilan o'rtoqlashmaymiz. Bu imzoni deb. Bir imzo uchun ovoz qo'shamisiz, davlatingizga qanday qaytasiz? Mustaqil davlatlar demokratiyalashtirish qadamini besib, natijalarni barliq keltiryapti. Biz zimin deyishimiz kerakmi yoki Xitoyni demokratiyalashtirish qo'shiniga ergashamdiq? İnsan hakları, demokratiya, qayani demokratiyalaştırmakçıdı? Topladın kelgen bazen avazladı Şinjan dep durup hayacanlangan avazlar. Tünögüller anladım. Acayip bir avazlar. Yani şularını anlap oltağan heyliqi koy demedim, çoşqa desem boğudak dedim. Koymu üstüydü belim yer kelgen çağda. Çoşqa petiqlap oynaydı. Muşu davaniki 72 yılını demisiniz mi? Rabia Kadir çıqqandan keyinki vaziyatni o'ylab yiqing. İttifoqsizlikni akagan, xuddi Rabi madam degan heyliqi zuvandarnikini o'ylab yiqing. Shu vaqtlarda nimalarni buzib ittifoqsizlikni shu akagan, Xitoyning vazifalantirilgan bir J'si, men ismini atab turib J deb turib dedim-ku. Asli darg'asidigan xoinni darg'a etish kerakdi. Tili sog'maydi deb. Hey, menga nere dedim. Sening jamiyatning yo'q-ku vatanda. Shuning uchun quturayotsa, do'ying bilan xo'shalsizlar. Ba'zan bir baxtiyor eliq do'yingchilarga qarab yiqib, baxtiyor eshaklar esim keladi. Birsi yezib degandiq, baxtiyor eshaklar deb. Baxtiyor cho'shqilar desak bo'ldi-ku dedim men. Eshak desang to'g'ri bo'lmaydi-ku fuqam dedim. O'ylab yiqinglar. Bizninki ahlimizni tepib turib, millatimiz uchun oz to'la ish qiladigan vaqtimiz kelgandi. Ziminimiz uchun oz to'la ish qiladigan vaqtimiz kelgandi. Shu bir imzodimmi o'zingni ayamasliging kerak edi. Ba'zan shu Amerikadagi ba'zan cho'nglar o'ylab yiqinglar, sizlardek ziyolilardan nimalarni kutgan edi millat? Sizlar nima ishlarni qildinglar? Bir Xitoyni o'tag'izib qo'yishdan boshqa, uning oldida nima ishlarni qildinglar? So'ringa bog'lanib ketdinglar. Menfaatga bağlanıp ketdinglar. Heyliqi yürükinglarni ayaysizlar. Hammadamning yurigi shu bir parcha go'shtdan tarkib topgan. Sizlarga o'xshash yurak biznikimi? Lekin vatandagilar, qarindoshlar o'ltag'izmayapti. O't o'tag'izmayapti. Bilib ol.
Aşı Qazaqstandagi qahraman analarni ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Shu aşı harbiylarnimi shu qahraman analar tuqqan. Haqasыңнымы shu qahraman analar tug'ishga tuqqan bo'g'idi. Yoki qandaq bir umidlar bilan sizlarni evatgandi. Nimalarni qilyapsizlar? Aşı üsteldeki tamoqlarni sizlar uydimi itib yemamdinglar? Vatanga yuzing bilan qaytsangchi. Hürmetanı qiladigan shu tuproqqa qaytsangchi. Akünüle ben deyishdim, bir o'limni uzatgan bir qayrindishimizniki, bir singlimizning degan bir gapi bor. Mana ustiga tashlaydigan to'pini deb. Bizning madaniyatimiz islom dini bilan mundaq giralishib ketgan bir madaniyatni, o'lim madaniyatidan tortib to'y madaniyatigacha. Odamning ustiga to'p tashlamaydiq. İşgörlük, taşgörlük deb bordi. Eğer şu medeniyetinizmi eslab yiqin, medeniyetni qo'g'dayma degan adam qanday qilish kerak? Qanday qo'g'daydi? Millatingni qo'g'dayma desang qanday qo'g'daysa? Zaminingga ega chiqsang hamma narsang bo'ladi-ku. Ish bitingmi bo'ladi-ku. Diningmi bo'ladi-ku. E'tiqodingni qo'g'day olayding-ku. U yerda so'rib yurmayding-ku. O türmede bu türmedeki adamlarga onda qildim, bunda qildim demaydi-ku. Diplomatiya bilan hal qila oladi-ku chiqishlarni. Zamining bo'lsa, aqlushing bo'lsa, o'ylab baqsa ma'nosini. So'rlib yurmaysa, yolg'onda rasm tushib u yerda bu yerda simol xarakterlik bir ishlarni qilishimizning hojati yo'q. Zamin deb chiqish kerakdi. Nishonsiz da'voni da'dini mushundaq tortib kelyapmiz. Endi o'simi tatmayli desak, haq demokratiya deb chiqqancha sen zamin deb chiqib ega bo'lib anadagi demokratiyaning ishining g'amini qilsang bo'ladi. Hozirmi ulgurimiz? İttifoqsizlik, etet petet. Sen sarxillar nima ishlarni qilding? Sarxillar sotdi vatanni. O'lganlarni demadik. 72 yilning yaqin sarxillar sotdi. Xalq qo'zg'aldi. Vatandagilar bedelni to'ladi. Bizdagi sarxillar nim qildik deganni o'ylab baq. Bizda xalq nima ish qilyapmiz? Ko'rib baq. Tashkilotlarni uxlayapsizlar. Heliqi mustaqillik deganlarni ancha-muncha bir shamollarga kelgancha diring qilgan bilan haqiqiy bir chaqlarda xalqni ko'zga ilmaganliging uchun o'tirib chiqmaysa, yonchiq da'dida bo'lsa. Haqasingning sayraydigan kunlaring tema shu. Haqasingning uchun sayraydigan, tinmay o'ltiramaydigan kuningdi. Agarda shu zaman degan kunlari, zaman degan narsang qalbingda bo'lsa, bu ot yalqin bo'lib ketadi. Nima ishlarni qilding? O'ylab baqa. Bir temini chiqara olmaysa, yuraklik bir narsa yozolmaysa, meningki kirib yoz demadim. Ehtiyojim yo'q. Jiq odamlarni 2018 dan tortib hozir qadar jiq odamlar sapdan tushib teshiklar kirib ketdi. Ilinib qolganlar va yana birim bo'lganlar va yana birim bo'lganlar va biz hamma narsani samimiy izchil o'tirib qo'yib tashlab keldik. Mushu 62 betlik heliqi doklad, heliqi avtonomiyani talab qilamiz degan doklad o'tirib chiqqandan yoqi nima ishlar bo'ldi? O'ylab yiqing. Ne ishlar bo'ldi? Mushu nima azm qilamay jininglar degan turkishib turib, tashkilotni qo'g'dayotsa, agarda vataningni shundaq bir qo'g'dagan bo'lsa, bu vatan sening bo'ladi. Vatan degan igi chiqqandan bo'ladi. Allohdan nima tilasang, nima tilashib turib tilasang, shuningki natijasi bo'ldig'iga ishonma. Natija bo'ladi. Agar aqlushing joyida bo'lsa, zamin deb chiqsa, erkak bo'lsang zamin deb chiqsa, onalar o'ylab yiqinglar, ey, ne qahramon o'g'illarni tuqqan onalar bordi. Vatan tarixida yozilgan ne onalar bor, shularning birini o'qib yiqing. Birini ko'z oldingizga keltirib yiqing. Ash Qozog'istonda ko'chaga to'kilib ketganlarmi? Shundaq bir onalarning bolalari. O bedel to'laysiz. Ölüm buludu. Her qancha demokratiya yolida olsunmu? Zimin yolida mı şundaq? Ne yerlerde tirishiyotgan ne oğullarımız var? Ulağı qaratmadım bu sözünü. Sizlarni men söyüme. Her bir namazlarımda dualarım sizlar üçün. Sizlarni hech kim unutib qolgani yo'q. Sizlarning qalbingga pak qalb bilan hozir saqlangan nima ishlarni qilamiz deganlarni o'ylashayotgan ne qalblar bor. Ular üçün hayatımның oxiri dua qilma. Agar hayotli bo'lsam, o'sha zaminimga bir o'rlik
Tileymen. Mustaqillikning bir kun bo'lsin baldır kelib, mush hayotimning eng oxirgi minutlarida bo'lsinmi, voy mush zimin mustaqil bo'lgandi desam, shu zamonda hayotimdan ayrılsammi, men shunda rozi deb turib tileyman Allohdan. Qeyrindaşlarım, sizlar o'ylab beqinglar, 72 yildan beri uning oldidagi o qo'zg'alon, ularni qarib qo'yayli, 72 yildan keyinmi mushu jarayonda qanchalik Uyg'ur hayotidan ayrılgan. Biz uyqu vaqtlarda, mening ota-onamga uyqa, mening ota-onam diye Xi Jinping'dimi qo'shildi. Nimishqa bilamsizlar? Voy, nima degan aliqay parxorlarimiz yig'ishtirdi. Bu yaxshi boshliq ekan degan tursa, ular amal yo'q ularga. Biz keyin bildik bunimi. Jimolta deydigan oilada cho'ng bo'lgan dedim-ku men. Onda chet elga chiqish, tug'ilishimdan chet el uchun qabul tayaqib qo'ygan yoki anda qayliqi Ablat Abdushding, yana bir Gumantingning, yana bir yerning boshlig'ining bolsa emasman. Tirishib turmush hayotimda mushuni bir yezib qo'yibdi-ki, Alloh peshonamga. Tirishib baqayli dedik. Natijasini ko'rdik. Sizlar Qozog'iston mush qeyrindosh millatlardan nerimiz kamti? Sarxil batg'u. U yerda ishlagan, u yerda o'qiganlar borg'u. Nima uchun bildirmaydi deganni o'ylab baqamsizlar. Qozoq qeyrindoshlardan nerimiz kam? Xalq bilan g'ij ism jidili, yana bir jidili qilgan chaqda nima uchun haramaysa? Aşılar bilan nima uchun tirkishsa? Hele hem muş yıkılladımı bana, vay palancı mında degenti, pokunç anda degenti, vay işini qila dedim, işini qila, ziminini ala, anandaki olturup gap qila bana, mazgaplarını yazmayı dedim, ayrım halladımı. Başlıklarının ahvalını görgensizler, istifa beriş, yani bir görstek hatta gün. Eğer de ozrak olsun ahlan olsa, ozrak gororun olsa, zimin dep çıksa, Hayinga yo'q deysa, hayinni qo'g'damaysa, tashkilotni jining chikatkida qo'g'dab o'tamaysa, to'rt butun o'ri bo'lib ko'pik chiqarib olsingdan. Ularni qo'g'dig'ining shu, yanchiqni qo'g'dig'ining. Ash hayinlarni hayinligini baqding, pul berib baqding. Ash O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni azroq olsin uyquni ichib baqa ba'zilaring. Ash imzoga qarshilik ko'rsatayotgan ba'zan bir top eliqi yigit beshi, yana birmi degandaklar, sizlarni kim vazifalantirdi? Sizlar qaysi uyquda, qaysi sherin uyquda, kimlarning pullari bilan o'ylab beqinglar. Ash bellaringlar chigib akagan pullar shu Dunyo Uyg'ur qurultining har bir namoyishchisiga shu Bishkekdan, u yerdan, bu yerdan akagan pullaringlar bilmaydi deb qilishma. Ahling bo'lsa, Robiyani qo'g'dab o'tamaysa, Robiyimni inkichib qolay deb qolgan toz, lahva toz, numussiz, chivinni qo'g'daydi. Ahling joyida bo'lsa, makipimni yaxshi anglab, hazm qilib, zimin deb chiq. Hozirmi ba'zan narsalarni o'ttirga tashlamasligimizga sabab zihnimizni choshmaydi davatimiz. Robiya Qodir hoşunu yığıp, petiti demey. Olta, hesap aldığın günüm aldığında kilodu tıxi. Bilib al, anladın mı? Meyli Uygur üye, meyli nime oluşunun qat'i nazar. Anadaki Quzat Xitay tezdin istifa be. Rabia Qadir bütün aşı septaşlarımla birlikte çıkıp cevap verse. Hayırlıklarınınki hesabını alımız. Qeyrindaşlarım, uyqumuzni açaylı. Ma O'rta Osiyo vaziyatidagi o'zgarishlar nimalardan derak berasizlarcha? Uyqungni ichishing kerakmi? Ya yolg'ondan onangni, yana birisining chopinni ko'tarib o'ltirishing kerakmi? Yaxshi o'ylanibku. Qeyrindaşlarım, o'yg'aqlar, texmi o'yg'inayli. Sabdoshlarim, do'stlarim, qeyrindaşlarım, hammalarga her joyda bo'lsanglar omonlik tilayman. Texmi birlikte vatanimizning mustaqilligi uchun tirishishga chaqirma. Rahmat sizlarga.